Sizlar bilan birga Manchester xo'sh do'stlar. Bugungi video sizlar bilan birga biz mega bloklarda yashab qolamiz bo'lmasa, do'stlar bo'lmasa sekin bo'ldi pastga tushamiz va pastga tushib narsalar olamiz. Xullas do'stlar, bilasizlar o'zingizlar mana YouTube'da comeback qildim, ya'ni YouTube'ga qaytdim do'stlar. Bundan buyog'i videolar ko'payadi va sizlarni zeriktirib qo'ymayman do'stlar. Bundan buyog'i obunachilarni yig'amiz, videolarni ko'paytiramiz do'stlar. Qani bo'lmasa videoga o'tamiz. Mana biz hozir daraxtlar olamiz va hamma daraxtlarni olamiz. Daraxtlar bo'lgandan keyin sekin bo'lib ekib qo'yamiz. Ekib o'sib chiqadi va keyingi daraxtlarni ham olamiz. Va olib chiqamiz, olamiz, buni ham olamiz, hammasini olamiz. Endi do'stlar, sekin olib bo'lgandan keyin сразу tepaga chiqamiz. Давайте tepaga chiqamiz. Bolalar, o'zingizlarda nima gap, tinchmi bolalar? Menda ham hammasi zo'r. Sekin gullar hozir daraxtga nima qilamiz, ekib qo'yamiz. Daraxtga ekib qo'ygandan keyin o'sib chiqadi va bolalar o'sib chiqqandan keyin biz bemalol ekishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozir hammasini ekib chiqyapman bolalar. Hozir hammasini ekib chiqdi. Endi bolalar biz sekin ko'la olishimiz kerak. Bolalar, hozir sizlarda bu time lapsda o'tadi bolalar. Hozir men yerni ko'la olaman bolalar. Xullas do'stlar, endi biz hozir anu qilamiz. Ya'ni mana bu joyga o'tib olamiz bolalar. Hozir bloklarni qo'yib o'tib olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Shuning uchun ham hozir sekin ko'p bloklarni qo'yib narigi tarafga o'tamiz va narigi tarafda nima borligini tekshirib ko'ramiz bolalar. Menimcha bolalar, u yerda daraxt bor va biz daraxtni ko'lab yaxshilikdan foyda ko'ramiz deb o'ylayman do'stlar. Qarasam bular ketdi, sekin pastga tushib foyda qilamiz bolalar. Sekin bloklarni qo'yamiz bolalar. Sekin qo'yamiz bolalar, tushib ketishimiz ham mumkin. Shuning uchun ham bolalar, sizlarga nima gap bolalar? Menimcha bolalar, bizning videomizga ko'proq chiqadi, ko'p chiqadi deb o'ylayman bolalar. Harakat qilaman ko'p chiqarishga. Do'stlar, endi tushamiz pastga. Endi esa sekin daraxtlarni ko'laymiz va bolalar, daraxtlarni ko'lagandan keyin sekin ko'la oldik. Endi sekin bolalar gaplashyapmiz. Do'stlar, men daraxtlarni ko'layapman va pastga tushib ko'rmoqchi edim bolalar. Pastda ko'rdimki maxluq bor va men maxluq oldiga tushishim uchun men bolalar mana verstak yasashim kerak. Verstak yasayapman bolalar. Verstak yasadim bolalar. Endi xullas do'stlar, mana verstak yasab oldim.
Ana endi bolalar sekin nima qilamiz bolalar, sekin boshlab qo'yamiz va verstag ochamiz bolalar. Verstag ochgandan keyin bizga ko'proq narsa quriladigan qilib qo'yishimiz kerak do'stlar va tepaga chiqamiz. Reski kirka yasab olamiz bolalar va kirkada kovlashni boshlaymiz bolalar. Sekin kirkada kovlaymiz bolalar, kovlaymiz yana bitta va buni ham kovlaymiz va nargisni ham buni ham kovlaymiz bolalar va buni ham. Endi kovlab bo'lgandan keyin bolalar bitta qilich yasab olishimiz kerak va qilich yasagandan keyin bolalar reski pastga tushamiz va uni o'ldirib tashlaymiz bolalar. Mana o'ldi. Ana endi bolalar bizga pastni qazib ko'rishimiz kerak. Nima bolalar, bildim pastda bor, ya'ni yer bor. Shuning uchun ham bolalar sekin tepaga chiqib ketamiz va sekin o'zimizning uyimizga yo'l olishimiz kerak bo'ladi bolalar. Va sekin turamiz bolalar, chiqib ketamiz, sekin reski chiqamiz. Sekin reski chiqamiz bolalar va quramiz. Srazu ketamiz bolalar. Ana endi bolalar qaysi unga borishimiz mumkin? Qaysi orolga? Xullas mana shu orolga boramiz bolalar. Riskga qani blok qo'yamiz. Bizda blok yo'q va qo'limda blok bor bolalar. O'sha blokni olib pastga tushamiz. What the hell bro? Bu blok ushamas ekan-ku. Bolalar o'lib qoldik. Xullas do'stlar, bu videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.